Buxoroda qiziqchilik san'atini to'ylarda yoki davralarda olib kirgan yagona qiziqchiman. Agar Majid bo'lmasa qiziqchi, bo'lar edi bezori o'g'ri degan terka. Mirzabek Xolmedovning repertuarini, dasturlarini, hammasini, qo'shiqlarini ham, boshqasini ham menga aytishga ruxsat bor. Ubaydilla Amonni teatrdan haydaganlar, siyosati. Nima bo'lgan, nima qilganini hech kim bilmaydi o'zlarining ishlari. Salohiddin Fayziyev degan ajoyib so'z ustasi bor. Salohiddin Fayziyev u juda ajoyib she'rlar bilan xalqni o'ziga e'tiborini ola bilgan ajoyib san'atkor. Xizmatdadir guruhimiz afandi shay. Ular siz ring qirollarga chiqasizmi deb gaylar kishi edi ular. Ha, ring qirollarga 1 2 3 degan harflarni ko'tarib chiqaman. deb Jamshid amani kuldiruvdi. Yak chorta chaqchaq kuning deydi. Shu shevani yopish maqsadida, chunki hamma ham toza o'zbek tilida sof gapirib bilmaydi uchun buxorocha chaqchaq qo'yganmiz. Ustojon men baxsh etib, men shuni yoftam. In shuni dandonash nisbini chiqolmaydi. Kim aytdim, uni tishi yo'q, meni sochim yo'q, Feruz. Sodda yigit shu o'rta olib borish san'atini professional darajada Buxoroga olib kirgan odam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Raimjon Shukurov bo'ladilar. Sherzod Ahmedov tug'ma qiziqchi. Chorvadorlarga konsert bersak, ana Buxorodan qiziqchi Majidqul kelibdi deb aytadi ular ham mushtaraf. Ey, afandi keldi, afandi. Vaqt do'stlar keling, Buxorocha chaq-chaq. Keting ustoz. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. YouTube'da bizni tomosha qilayotganlar, mana ustozni xonadonlardamiz. Kameralarni to'g'rilab, svetlarni, chiroqlarni to'g'rilab, bugun podkastni, suhbatni aynan ustozni xonadonlaridan oldik. Hozirgacha 1 soat syomka bo'lgan ekan. Afsuski, ovoz to'liq yozilmagan ekan. Biz sizlarga kачественный, ya'ni yaxshi sifatli ovozda podkastni, suhbatimizni yetkazish uchun yana qaytadan boshlashga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun ustozdan hozir zarani deydi. Boshlanishdan uzr so'rayman. Ustoz, ikkinchi quloqni qaytanga o'zingizga to'g'rilab oling. Ming bor uzr so'rayman do'stlar. Ustozni bugun ziyorat qilishimizning asosiy sababi shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ustozni oyoqlarida o'sha xastalik bo'lganligi sababli saxovatpesha insonlarni ko'maklariga muhtojlar, ustoz shogirdlar, albatta yaqinlar, qavm qarindoshlar, xullas barchamiz ustozni yolg'iz qoldirmaymiz. Shuning uchun men ham ziyoratga keldim ustozning xonadonlarida. Avvalosi duolarini olishim kerak. YouTube'da ustoz bizni butun dunyo tomosha qiladi. Butun dunyoda Buxoroni mana shunday ajoyib insoni borligini ko'rsatish. Rahmat. Shunaqa bo'lib qoldi haqiqatan ham Sheralijon. Haligi dardni Alloh berar ekan, shifosini ham Alloh berar ekan. Bir emas, 3 ta og'ir operatsiyani oyog'imdan o'tkardim. Baribir hali 4-chisini ham o'tkazishga to'g'ri kelyapti yurib ketishim uchun. Allohdan so'rayman, shu 4-operatsiya ham yaxshi o'tsin, yurib ketayotgan xalqning xizmatida bo'lib yuray deb. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Xarajatlar qancha bo'ldi? Xarajatlar juda ham ko'p bo'ldi. Endi ana aytishimiz ham o'ziga yeb ko'rmayapsizmi? Yeb ko'rmayman, sababi juda ham katta ekan. Mashinalarning puli ketdi desak ham. Birta yangi mashinani puli ketdi desam xato qilmayman, chunki qiyin ekan, amasi chet eldan keltirilar ekan, o'sha haligi ishlatiladigan narsalar, shu uchun juda ham qiynalib ketdim. Ertaga ham operatsiyaga borishingiz kerak ekan. Ertaga kechqurun ketaman, indin kuni Toshkentda bo'lishim kerak. Grudniy xirurgiya degan joyga nima qildi, avvalgisi milliy markazda bo'lgandi. Birinchi operatsiyani nimada o'tkardim? Ana bu O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligini gospitalda o'tkardim birinchi operatsiyani. U 5 soatdan ziyod ketdi. Milliy markazda bo'lgan operatsiyaga 7 soat 42 minut bo'ldi. Hech kimga ravo ko'rmayman o'sha kunlarni. 3-chi operatsiyam 3 soat davom etdi. Bu o'zimizda Buxoro viloyat ko'p tarmoqli kasalxonasida bo'ldi. Endi bunisini ham mutaxassislarning gapi bo'yicha bir chidab berishingiz kerak, aka bir 5 soat chidaysiz dedilar. Endi oyoq bo'lmaydi-da. Oyoqqa nimaga berdi o'sha infarkt, insultdan? Infarktdan o'tgandan keyin
o'sha oyoqqa urdi, oyoqqa tromb bo'lib, oyoqda qon tomirlar ishlamay qoldi, qon aylanish bo'lmay qoldi. Og'riq paydo bo'ldi, juda ham chuqur og'riqlar hozir paydo bo'ldi. umuman yura olmaysiz-da, to'g'rimi? Bitta oyog'im bilan yurayman, bittasi yaxshi bo'ldi, chap oyog'im yaxshi bo'ldi. O'ng oyog'im bilan yurib bilmayman, shu uchun hassa bilan ko'pincha nima qilyapman. O'sha ham ko'p yura olmayman, o'shanga ham og'rib qoladi. Shunda shuni nima qilishim kerak? Iloj bo'lmadi, oyog'imni barmoqlarini olib tashlashga. Olib tashlashda iloj bo'lmay qoldi-da, shunaqa bo'lib qoldi. Boshimizga shunaqa narsalar tushdi. Do'stlar, описаниеda ustozni kartalarini, o'sha plastik kartalarini qoldiramiz. Bank kartalariga imkoniyatingiz doirasida albatta ko'mak bersangiz, yordam bersangiz, ustoz bundan juda ham xursand bo'lar edilar. Imkoniyat yuzasidan men shuncha deganim yo'q. Kim agar ko'nglida, o'zini ko'nglida bo'lsa, o'zi hech narsa demayman, hammalardan minnatdorman. Allohga behisob shukr. Xalq hurmat qilar ekan, san'atimizni hurmat qilar ekan. Shunday ustoz, shunday. Shu uchun u unaqa qilibdi, bu nima bo'lmasin, mani ishim yo'q. Ixtiyoriy, unaqa yo'q, ixtiyoriy. O'zlarining ixtiyorlarida. Sizni qancha qo'llab-quvvatlasak, qancha shu shogirdlar shu ardoqlasak, shuncha oz ustoz. Rahmat. Chunki 30 yildan oshdi, ha? Xalqimiz xizmatda bo'lganingizdan. 40 yil bo'ldimi? 40 yildan ham o'tdi Sheralijon. 40 yil. Chunki san'atga kirib kelishim 1973-yildan bo'lgan, 73, 74, 75, 76 xalqning xizmatida doirachi olganman. Hozirgi o'zimiz mana bu katta teatrda Komiljon degan bir ajoyib musiqachi yigitimiz bor, akordeon chalardilar. Komiljon, men, torchimiz bor edi, peshko'lik bir Roziqjon degan yigit. To'ylarga birga chiqardik, to'ylarga yurardik. Bizning davrimizda endi Sheralijon, siz yosh emassiz, siz ham tushunasiz, eshitgansiz bu narsani. Hozirgi zamonaviy yoshlar bilmaydi. Haligi Hojiboy Tojboy bir gaplari borki, o'qituvchilar chiqarib o'qituvchilarni traktorchi kirsin deydi-ku. Shu vaqtlar masalan uylanish masalasi problema edi. To'ylarga chiqadiganlarni otarchi derdilar. Qizingni berma, otarchiga qizingni berasanmi? To'yga chiqadi u deb hurmat yo'q edi. Shunga rahmatli otam aytdilarki, endi o'g'lim dedilar, to'yni yig'ishtirasiz. To'yni yig'ishtirasiz dedilar. Men sizni uylantirishim kerak dedilar. Keyin shu bilan doirani yig'ishtirdik. Oilamizda endi doira bor, hozir ham bor chalamiz. Oilamizda ukam hofiz. Doiramiz ham bor, tor ham bor, akordeon ham bor, hamma narsa oila o'zimizni davralarda o'tirib turgan vaqtimizda o'zimiz chalamiz shunaqa. Meni sherigim hozir men bilan birgalikda sahnaga chiqadigan Bahriddin Ro'ziqov ham professional darajada mahoratli doirachi u kishi ham. Avandana shaxsan o'zlari ham. Ko'rgan bo'lsangiz doiradan chiqqanlar u kishi. Xo'ja Nasriddin. Keyin shu bilan doirani yig'ishtirdik. Doirani yig'ishtirganimizdan keyin Buxoroda pedinstitut o'qirdik. O'sha pedinstitutda hozirgi universitet pedinstituti. O'sha institutda o'qib yurgan vaqtimda haligi institut yuksak fan taraqqiyoti degan gazetasida she'rlarim chiqardi. Qalam tebratib o'zimiz hazil she'rlar yozardik. Qizlarning nomiga she'rlar yozardik. Masalan, yo Ra'no, yo muhabbat deb bunaqasiga yozardik-ku, har bitta harfga kelishtirib she'r yozardik. O'sha endi qalam haqqi degan narsa bo'lardi. Men qalam haqqini so'ramasdim. O'sha qizlar hammasi o'zi kelib 20 tangami ol, she'r yozgansan, qalam tebratgansan, boshingga ishlatgansan deb tashlab ketardi. Yo kimdir ikkita ko'rjik berib ketardi. Ana shu ish qilib she'rlarimiz gazetalarga chiqardi, maqolalarimiz chiqardi. Oilada 10 ta farzand bo'lganimiz uchun iqtisodiy jihatdan otamga qiyin bo'lmasin deb o'zimni kunimni o'zim ko'rish uchun harakat qilardim-da. Ana keyinchalik ana shu she'r yozardim. Bir kun shuni bir qiziq voqea bo'ldi. Hayot shunda o'zi kelishtirib qo'yaganda Sherali. Bir kursdoshimiz qiz bola turmushga chiqadigan bo'ldi. Uni to'yiga hamma kursdoshlar bordik. Gruppa rahbarimiz bilan birgalikda bordik. Endi o'rtani olib boruvchi bizni vaqtimizda bilasa saylab qo'yardilar. Ana saylaymiz, kimni saylaymiz? Ana bitta o'qituvchiga iltimos qilyaptilar. Iltimos o'rtani olib boring. Men matematika o'qituvchiman, men o'ta olib bormayman deb qiynalib o'tiribdi-da. Keyin haligi bizani gruppa rahbarimiz aytdiki, davrani olib boruvchi o'rtakash kerakmi? Ana bor bizga o'zimizga dedi-yu, men qila olmayman domlajon desam, chiqasan, yashasin muhabbat, yashasin sevgi, muhabbat haqidagi she'rlaringdan aytasan, navbat san'atkorlarga desam beraverasan dedi. O'sha endi san'atkor bilasiz, elimizning sevimli san'atkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, hozir vaqtda xizmat ko'rsatmaganlar-ku. Elimizning sevimli san'atkori Giyoh guruhining rahbari Nishon Otamurodovning guruhi xizmatda edi. O'sha yerda endi chiqib xizmat qildik. Qo'limizda keyincha sevgi haqida, muhabbat haqida she'rlar aytib, navbatda san'atkorlarga berib to'yni o'tkardik. To'y o'tdi.
oradan keyin 2-3 kun o'tmasdan kelyapti, bitta to'y borda o'tkazib berdik. Ana boshlanib ketgan shu bilan. Qilolmayman desam o'z holimga qo'ymasdan kurs toshlarim qiladi, o'tkazadi. Chunki o'sha shunaqa odat bor ediki, to'ydan keyin tuguncha berarlar. Tugunchaning ichida bir ikkita non, haligi pishiriqlar, ichimliklar bo'lardi-da. Ular ham manfaatdor. Kurs toshlar uni ko'rib qoldi, ular o'zi olib ko'ylak ham berardilar. Men ko'ylak saniki, repokcha bilan ko'ylak saniki, qolgani bizaniki deb bolalar bular nima qilishi bilan to'y boshqa keyin o'yladim o'zim. Men endi bu sohani puxtaroq o'rganishim kerak deb. U vaqtlar Buxoroda nom chiqargan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rahimjon Shukurov degan san'atkor bo'lardilar. O'rtan olib boradilar. O'zi azaldan bu davra olib borish, o'rta olib borish san'atini professional darajada Buxoroga olib kelgan odam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rahimjon Shukurov bo'ladilar. Bo'lmasa ko'p to'ylarda o'sha hal biz yosh edik ham bor edi, saylar edilar. Bir oqsoqolmi, to'g'ri. Bir haligi gapni ko'p gapiradigan odamni chiqarib qo'yadilar, o'rtan olib borasan dedilar, tamom. Haqiqiy professional darajada Rahimjon Shukurov bo'lib kirdilar davrada. U kishi shu ishni boshlab bergan odam Buxoro shahrida. Endi bitta narsa orzavas qiladi inson, orzavas qilgandan keyin chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Har bir ishni o'zini mahoratli egasi qilish kerak. Shunday. O'sha kishining to'y o'tkazganlarini ko'rib, qo'limga bitta daftarcham bor edi, u daftarcha hozir ham bor, qizil rangda edi. O'shani olib borib, uzoqdan davrini hovlilarda bo'lardi, ko'chalarda bo'lardi. Uzoqdan qarab turib o'sha tojik zaboni edi, tojikcha gapirardilar, lekin men kerakli narsalarni o'sha yerdan olib, keyin o'zim uni ishlab, haligi aranjirovka deymiz-ku bizlar. Qayta sayqal berib uni chiroyli qilib, o'zbekcha qilib kelishtirib to'ylarga aytardik. U vaqtlar Alisherjon video tasmalari yo'q edi. To'ylar hozir internet bor. Hozir hamma, masalan, hozir meni nima narsam kerak bo'lsa internetga kirib olsa bo'ladi. Ma'lumot olish qiyin emas. Qiyin emas. Hamma narsani olsa bo'ladi. She'rlar ham tayyor turibdi. Shunday. Qalam tebratish shart emas. Biz o'zimiz yozardik. Mana to'y o'tkazadigan haligi she'rlarimni maqtamayman, 70% o'zimniki. 30% o'zimga yoqqan, o'zimga ma'qul bo'lgan shoirlardan olaman. Qolganini hammasini o'zim yozaman ko'pincha. Nima qilaman? Rahimjon Shukurovdan shu narsalarni o'rganib, asta-asta boshladik to'y o'tkazishni. Ana shu narsaga shu xalq teatridan borib qatnashib san'atga kirib kelaverganmiz asta-asta. Kirib kelganmiz, institutga o'qiyotgan vaqtlarimizda tugatganimizdan keyin keyinchalik Toshkentga ozgina ta'lim oldik. Ana desangizki, o'sha xalq teatridan boshlangan bu narsa. Xalq xizmat qilgan vaqtda biz endi o'sha vaqtlar ana mana o'zimda ham turibdi hozir. O'sha ham o'sha vaqtda ana guvohnomasi. Guvohnoma bu o'sha olgan ordenim bu, orden ana. Ordenni nimasi ham bor, rasmi ham bor, ana turibdi orden. Orden olganmiz. Bu nima yozilgan bergi o'ziga mana. Yozilganki bergana награждается медалью лауреата Всесоюзного смотра самодеятельности художественно-творчественной gruppada yozilganda. O'sha vaqt ana shu xalq teatridan olganman shu narsani. Keyinchalik mana bir tadbirlarga qatnashaverganimizdan keyin paxta mavsumlariga yoki davlat tadbirlariga, viloyat muxassas bo'ladigan tadbirlarda hokimiyat degan narsa yo'q edi. U vaqtlar O'zparkom, Garsparkom degan narsalar bo'lardi. Qatnashavergandan keyin bizda shu vaqtlar pioner degan narsa bo'lardi, galstuk to'qadilar. Oktyabryat degan narsa bo'lardi, значок to'qadilar. Keyin ular eng kattarog'i Komsomol bo'ldi. Komsomoldan keyin KPSS kommunistik partiya bo'lardi. Men Komsomolga yurgan vaqtimda, qatnashib yurgan vaqtimda Lenin Komsomoli mukofotini laureati degan unvon olganman. Bu juda katta narsa. Bu degani hozirgi zamon bilan qanday tenglashtirsam, Lenin Komsomoli mukofotini laureati degani shu xizmat ko'rsatgan artist bo'lsa kerak edi. Shu o'rinda shundan sal pastroq bo'lish mumkin. O'sha vaqt zamonning siyosati bilan. Ana desangiz, shuni qilib asta-asta kulga kirganman. Keyin Mirzabek Xolmedov bilan Toshkentga borib, u kishi bilan birga tanishuv qanaqa bo'lgan sizlarda? Tanishuv taxminan. Botir Muhammadxo'jayev degan u kishini do'stlari bor. Men birinchi Botir bilan tanishib qolganman. Botir bilan tanishib keyin Mirza bilan tanishganman. Shu bilan keyin Mirzanidan o'rganganman. Mirza Xolmedov endi ko'pchilik biladi, juda ham mohir san'atkor u kishi. Shunday. Juda ham mohir san'atkor. Keyinchalik o'sha kishi bilan birga yurib, Ma'murjon Xolmedov, Valijon Shamshiyev, keyin keldi. Shukurullo Isroilov, Tohir Mahkamovlar bilan birgalikda konsertlarda, ba'zi nimalarda chiqishlar qilib birga yurdim, qatnashdim. Qiziqchilik san'atini, sirlarini o'sha kishidan o'rgandim. Shu uchun kishi tan oldi meni.
nima buxorolik shogirdim, nabiralik shogirdim deb o'zlari katta konsertda sahnada meni tan olib aytganlar. Chunki men o'sha yosh kattaman, o'sha 1961-yil tavallud topgan bo'lsalar, men 1958-yil tavallud topganman. 3 yosh kattaman, yoshim katta. O'sha menga hamma narsani ruxsat berganlar. Mirzabek Xolmedovni repertuarini, dasturlarini, hammasini, qo'shiqlarini ham, boshqasini ham menga aytishga ruxsat bor. Endi birga ijod qilganmiz. Buxoroda yagona shogird men o'zim. Boshqa shogirdlari yo'q. Ana shunday qilib qiziqchilik san'atiga kirdik. Endi Rahimjon Shukurov so'zingizni bo'laman, Rahimjon Shukurov agar mana bunaqa haligi suxandonlik narsasini to'yliga olib kirgan bo'lsalar, Buxoro shahrida, Buxoro vaqt viloyatida, hamma tumanlarda desam ham bo'lardi. Hozir ko'p vaqt yo'q edi. Buxoroda qiziqchilik san'atini to'ylarda yoki davralarda olib kirgan yagona qiziqchiman. Bor, masalan, Murod akamiz borlar, o'zimiz akamiz o'qishi qiziqchi emasda o'qishi. Ajoyib so'z ustasi, ajoyib aktyor o'qishi. Gap yo'q. Said aka degani bor edi, o'qishi ham bor edi. Jo'raqul Jumaqulov degani bor edi, o'qishi ham yaxshi qiziqchi edi, qiziqchilikni boshladi o'qishi. Parodiya nima qilardilar? O'qishi Baxtiyor Ixtiyorovning gruppalarga o'qigan edilar. Baxtiyor Ixtiyorovning ovozlarini xuddi o'zlariday qilardilar. Jo'raqul aka yig'ishtirib qo'ydilar san'atni. Yig'ishtirib qo'ydilar o'qishi. Men o'zim qoldim, tamom hisobim. O'yladim, Jo'raqul aka bilan birga ketamiz, o'ylagandim, birgalikda. Yo'q, men o'zim davom etadigan bo'ldim. Shu bilan desangiz, qiziqchilik san'atini Buxoroga olib kirgan shahar ichida men o'zim. Do'stim Axtam Jondorda edi. Keyin ana Axtam Bahriddin yosh. Bahriddin keyin keldi. Hozir ham qiziqchilik san'ati bo'yicha o'ylab qarasam, endi qo'shiqchilarni ham bilaman, san'atning ichida yurgan uchun bilaman-da. Qo'shiqchi deb qo'shiq aytasiz. Masalan, qo'shiqchining zo'ri bor, bunday bor. Lekin qiziqchilik bu butunlay boshqa san'at. Buni maktabi yo'q. Shunday. Buni maktabi yo'q. Shuning uchun qiziqchi deb hammani ham aytib bo'lmaydi, tan olib bo'lmaydi. Masalan, shogirdlarim bor, meni zo'r shogirdlarim bor. Salohiddin Fayziyev degan ajoyib so'z ustasi bor. Salohiddin Fayziyev u juda ajoyib she'rlar bilan xalqni o'ziga e'tiborini ola bilgan ajoyib san'atkor. Shunday zo'r ijrochi. Lekin u ham qiziqchi emasda. Lekin uni ham men o'zim qiziqchilikdan boshlattirganman. Afandishaga chiqqan, keyinchalik Hamsoyalar degan guruh ochganmiz. Unga ham chiqqan. Keyin aytdiki o'zi, ustoz, mendan qiziqchi chiqmas ekan, menga ruxsat bering. Qiziqchilik boshqa narsada qiziqchilik. Uni Alloh bergan nima bo'ladi? Qiziqchi bo'lib tug'ilish kerak deysiz. Tug'ilish kerak, iste'dod bo'lish kerak. Haligi qoniga bor degan narsa bo'ladi-ku. Shunaqa bo'lish kerak-da. Bahriddin tan olish kerak. Bahriddin haqiqiy Alloh tomonidan berilgan qiziqchi u. Shunday. Yana bir qiziqchi bor Buxoroda, Kogonda Sherzod Ahmedov degan yigit bor. U haqiqiy qiziqchi u, tug'ma qiziqchi u. U hozir nimalar blogerlik qiladi. Vayn olishadi. Xudo xolasa keyingi podkastlarimizda Sherzod akam bilan ham suhbat qilish niyatimiz bor, rejada bor, xudo xolasa. U g'ij talant u. Shunday, hozirgi kunda yomon emas, Instagramda 500 mingdan oshiqroq followerlar, o'sha kuzatuvchilari bor, obunachilari bor, kuzatishadi. Yo'q, men uni tan olaman. Zo'r deb tan olish kerak. Shunday. Endi shogirdim bo'lsa ham, lekin baribir men uni ustozi bo'lsam ham tan olishim kerak. Zo'r deb, zo'r u. Haqiqatan ham masalan, Bahriddin ham zo'r. Bahriddinni men o'zim hech qachon yuqori qo'ymayman. Masalanda Bahriddinni yuqori qo'ymayman o'zimni. Bahriddin ham zo'r, Sherzod ham zo'r deb aytish kerak. Endi Salohiddin boshqa soha. Ana o'zimizda o'sha Afandishadan chiqqan Yo'ldosh Kenjayev bor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Lekin u kishi ham qiziqchi emas. U kishi ajoyib aktyor. Ajoyib zo'r aktyor u kishi. Dramaturgiya degan narsani puxta biladigan insonlardan bittasi Yo'ldosh Kenjayev. Ana shunday qilib asosda boshladik. Nima qilib? Men bitta Sheraljon bir gap aytmoqchiman. Ko'rsatuvdingiz nomi Chaqchaq dedingizmi? Chaqchaq. Agar siz bilsangiz, sizni ko'rsatuvingizdan oldinroq eshitgan bo'lsangiz kerak, ko'rgan bo'lsangiz kerak, ammo buxorolik san'atkorlar biladi. Buxoroda Do'stlar diydori yoxud Buxorocha Chaqchaq degan ko'rsatuvda muallifi men. Yangi kuni berilgan. Qaysidir yillar.
yangi yilda ham 8-martlarda ham shunday qilamiz. bayramlarda ko'rardim. Bayramlarda. Albatta. Bu yerda maqsad shunaqa bo'lganda, masalan, chaqchaq deb qo'yganimizda sababi O'zbekistonimiz bo'yicha biron joyda chaqchaq degan so'z yo'q. Faqat Buxoroda bor. Yak chorta chaqchaq kuni ham deydi-ku. Shu shevani yopish maqsadida, chunki hamma ham toza o'zbek tilida sof gapirib bilmaydi uchun buxorocha chaqchaq qo'yganmiz. Gapirgan vaqti Buxoro shevasida gapirsa ham gap kelmasin degan maqsadda shu chaqchaq deb qo'yganmiz otini. San'atkorlar to'yga boradi, to'yda kulgilik voqealari yoki boshqa narsalar, hayotdagi kulgilik voqealarni aytadi, qo'shiq aytadi. Qo'shadi. Haqiqatan o'sha yerda shu nima yozganmiz, she'r ham yozgandim o'sha. Ayting. Do'stlar qo'shiq, tabassumlar ulashamiz. Qo'shiq tinglab mazza qilib kulishamiz. Qolmasin ey dilda qayg'u g'uboringiz. Tashvishlarni mayli keling, bo'lishamiz. 5 kun dunyo uchrashaylik vaqti-vaqt. Do'stlar keling, Buxorocha chaq-chaq. Sizni ko'rsatuvimiz ham shunaqa buni qo'shiq qilib san'atkorlar kuylagan. Jambul Vohidov, Dilmurod Xo'jayevlar bu kuylagan bu qo'shiqni. Buni musiqalar ham yaratilgan. O'zi bu yerga kelishimning sababi ham shu, sizdan ruxsat so'rayapman shu. Nomni ruxsat so'rayapman. Maylimi? Chaqchaq qilsa. Faqat Buxorocha chaqchaq emasda, men endi voqa bo'ylab, xususan endi Navoiy, Samarqand, umuman voqadagi taniqli insonlar, ko'zga ko'ringan insonlarning suhbatini olish uchun shunchaki chaqchaq qo'ydim. Rahmat, Sheraljon, rahmat. Ana shunda shu gap. Rozisiz-a? E'tiborlik huquqi bo'lmasa keyin. Yo'q. Qarg'ani ko'zini cho'qimaydi deydiku, shunday bo'lish kerak. Shunday. Har holda kameralar mana tasvirga olyapti, syomka qilyapti. Boriga shukur. Sizni Afandi Shay sifatida tanimizda, umuman teatrning tashkil topishi haqida bir so'zlasiz. Teatrning tashkil topishi aslida bunday bo'lgan. Endi men mana shu to'ylarda qiziqchilik qilib, Mirzabek Xolimetov o'rgangan narsalarimni Buxoroda to'ylarda birinchi olib kirganman-da. To'ylarda qiziqchi bo'lmagan Buxoroda. Haligi shunaqangi mavsumiy to'ylar bo'lardi, avgust oylarida, sentyabr oylarida, biron kecha kun yo'qda. Hatto ishonasizmi, ishonmaysizmi, sizga yolg'on xudoga rost eshitib turgan bo'lsa, ha deydi o'sha insonlar. Olot, Qarako'l degan joylarda yoki Muborak, Qarol bozor degan tomonlardan meni o'zimni nimalarim bor edi. Haligi meni muxlislarim bor edi. To'yni mensiz o'tkazmas edi ular. Qaysi kuningiz bo'sh, o'sha kunga to'y o'tkazamiz deb uyimdan kelib olib ketib, to'ydan keyin ketirib qo'yishardi. Shunday muxlis edi ular. Qiziqchilikka, kulgi san'atiga muxlis edi ular. Ana qiziqchilik san'ati qilib yurganimdan keyin bir kun O'zbekiston xalq artisti Shamsiddin Yuliyevni o'tgan joylari jannatda bo'lsin deb eshitgansiz. Ha, albatta. Shu inson teatrda ishlaganlar boshlanishida u kishini hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yo'ldosh Kenjayevni u kishi bilan birgalikda o'sha voqea ham bo'lgan. Ubaydulla Amonni teatrdan haydaganlar. Siyosati nima bo'lgan, nima qilganini hech kim bilmaydi, o'zlarining ishlari. O'sha teatrdan bilan haydalgandan keyin Ubaydulla Amon ham teatrdan ketganlar, Shamsiddin aka bilan Yo'ldosh teatrdan ishdan chiqib, haligi o'sha teatr joylashgan, eski teatr joylashgan binoni yonida madaniyat texnikumi bor edi. Madaniyat texnikumi bilan o'qituvchi bo'lib ishga kirgan. Keyin o'sha yerda bular Yo'ldosh Kenjayev nima bilan Shamsiddin aka kelishib teatr ochmoqchi bo'lganlar. Afandi teatrini, chunki UNESCO tomonidan Afandi yili deb e'lon qilingan. Bu 95-yilning oxirlaridagi gaplar. Keyin meni Shamsiddin aka ko'rdilar, aytdilar, "Sanam dedilar, Majidjon, qiziqchisan, zo'r qiziqchisan. Men seni ko'rganman to'ylarda, boshqa joyda. Biz Afandi degan teatrda o'shda, kel bizning teatrimizga" dedilar. Keyin men bordim. O'rda borsam Shamsiddin aka, Yo'ldosh Kenjayev hamda meni do'stim, qadrdonim, birodarim yotgan joy jannatda bo'lsin, Qaynar buloq Momenti Ahtam Qudratov. Meni yaxshi ukam, qadrdonim, Buxoro teleradio kompaniyasini ajoyib rejissyori, ajoyib san'atkor Salim Nazar ustozimiz chaqirilgan. Keyin birgalashib ijod qilishni boshladik. O'sha birinchi 95-yilda Salimga aytsangiz ham bo'ladi. Ana shu hozirgi nima yoshlar markazi deydi, Abu Ali nomidagi san'at saroyi edi. Shunday. Ana shu yerda velosiped minib chiqqan u. Salimjon juda ham obrazlarni yaxshi ijro etardi u. Hatto gavdasi kichkina bo'lgani uchun, sochi ko'p bo'lgani uchun uni boshiga bantikchalar qilib yosh qiz bolani obrazlarga chiqarganmiz. Shunaqangi ishlar qilardik. Ijod, hammamiz yoshlik ijodimiz bo'lardi. Shu bilan ana Afandi Shay teatr boshlandi. Keyinchalik
davlat tadbirlariga taklif qilishni boshladilar. Bironta konsert qolmadiki, Afandi Shaysiz Shunday. bo'ladigan bo'ldi. Hammasi Afandi Shay bilan bo'ladigan bo'ldi. Afandi Shay teatri Turkiyaga ham borib keldi. Turkiyada shunaqangi joy borki, Afandini qabri ramziy ma'noda qabr taxlab, shunaqa bir katta joyda devorlariga hamma joyda turkcha, inglizcha latifalarni yozib, Afandini qabrini taxlab qo'ygani. Biz borib keldik o'sha yerga. Borib keldik. Keyin demoqchiman 96-yilda boshlagan bo'lsak, 98-yilda Yusufjon Qiziq Shakarjonov xotirasiga bag'ishlangan birinchi respublika qiziqchi va askarchilar ko'rik tanlovi bo'ldi. Biz o'sha ko'rik tanloviga borib Marg'ilonda Uvaysi degan teatrga qatnashdik. Birga qatnashganimizdan keyin biz rahmatli Ahtamjon Qudratovning obrazini shunda taxladikki, xuddi quyib qo'ygan Yusufjon Qiziq Shakarjonovning o'zginasi bo'ldi. U kishini Yusufjon Qiziq Shakarjonovning nabiralari kelib, bobomni ko'rganday bo'ldik deb shunday qilib bizga ana shu obraz juda ham katta qo'l keldi. Birinchi o'rinni oldik. Birinchi o'rinni ola olmadik. Biz ikkinchi o'rinni oldik. Birinchi o'rinni Qahqaha oldi. Qahqaha, ikkinchi o'rinni Afandi Shay oldi. Uchinchi o'rinni Vodiyliklar oldi. Yaxshi ukalarimiz, qadrdonlarimiz bizning kulgi yo'limizni, maktabimizni mohir ustalari Handalak Ortiq Sultonov bilan Zokir Ochiliyevlar o'rin olish olmadi. Sababi bor, mavzu Yusufjon Qiziq Shakarjonov xotirasiga mavzuga kirib bilmaganlar. O'zi ular zo'r san'atkor. Shunday. Keyin o'sha Ortiq Sultonovning kitob yozdiganlar. O'sha kitobga shunday misralarga keltirganlar. O'sha kitobni menga berganlar esdalikka. Vodiyda bo'lgan Yusufjon Qiziq Shakarjonov xotirasiga bag'ishlangan qiziqchi aski va ko'rikli tanlovida uloqni vohadan vodiydan voha Afandi Shay olib ketdi. Qahqaha bilan deb yozganlar. Shunaqangi bir qoyil maqom ishlar bo'ldi. Bo'lmasa vodiy bilasiz, eng kulgini o'chog'i. Shunday. 35 ta kollektiv qatnashdi o'sha yerda. Har bitta tumanidan guruhlar keldi. Xorazm maktabi bor bilasiz, kulgi maktabi o'ziniki. Shunday. Xorazm kulgi maktabi faqat yerga so'z o'yini bilan bo'ladi ularga. Mana Buxoro kulgi maktabi bor, Vodiy kulgi maktabi bor. Mana bizda Handalak, Qahqaha bizda Buxoro kulgi maktabining vakillarida bizda. Ana shunaqa voqealar bo'ldi. Nega aynan Afandi Shay degan nom tanlangan? Afandi Shay deb tanlangan. Afandi endi Buxoroning farzandi. Masalan, Buxoroda buyuk insonlar ko'p bo'lgan. 7 pirni yurti. Abali ibn Sinolar shu yerda yashab o'tishgan, Bahovuddin Naqshbandlar shu yerga, Buxoriylar shu yerga yashab o'tishganda, ijod etishganda Buxoro juda ham ilmni, ma'rifatni kuchli maskani, o'chog'i bo'lgan, islom dinining o'chog'i bo'lgan Buxoro. Shu bilan birgalikda qiziqchi va askarchilarning shohi sultoni Xo'ja Nasriddin afandini yurti ham Buxoro bo'lgan. Shuning uchun Labavuzga borsangiz, eshaklari bilan birgalikda haykallarini ham qo'yishgan. O'sha maqsadda UNESCOda Afandi yili deb e'lon qilinganidan keyin ana Shamsiddin akaning tashabbuslari bilan bu teatr ochilgan. Afandi deyilganga Shay bir narsani qo'shish kerak bunda. Shay deganda Shamsiddin, Ahtam, Yo'ldosh. Shu ma'noni ham bildiradi. Keyin Salim ham bor, men ham borganman-ku. Keyin aytdilarki, yo'q, bunday demaymiz endi dedilar. Shay Afandi hozir javob. Kulgi ustasi. Shu Afandi Shay. Darrov tayyor, javobga tayyor, javobi tayyor. Hozir o'sha narsani masalan Bahriddin obraziga ko'rsak bo'ladi. Bahriddinga savol berib qo'ysangiz, javobini darhol topib aytpamani kuldiradi. Mana Shayda doim Shay. Shunaqani shu teatr shunday deb ochilgan Afandi Shay. Teatrda umuman hozirgacha nechta aktyor faoliyat ko'rsatgan? Faoliyat ko'rsatgan aktyorlar rahmatli Ahtamjon Qudratov, rahmatli Shamsiddin aka Yuliyev, keyin chiqib ketdilar. Yo'ldosh Kenjayev faoliyatga o'zimiz nimamiz bor endi davlat rasmiy o'tganmiz, ro'yxatimiz bor edi bizani. Yo'ldosh Kenjayev direktorimiz Yo'ldosh Kenjayev edi. Men Bahriddin ham ofitsialni Salim keyin teatrga o'tib, televideniyaga o'tib ketdi, Salim Nazar. Bizga keyinchalik rasmiy emas u ish qilib doim ko'rsatuvlarimizga borib o'zimiz bilan birgalikka yurib, bizlar bilan birgalikka ijod qiladigan buxorolik bizlarning ajoyib kulgi ustamiz bor, Xo'ja akamiz, Halim akamiz bor bizlarning. Oshpaz aka. Oshpaz akamiz, Halim akamiz gapi yo'q. 76-80 ga kiryaptilar. U kishi haqiqiy aktyor u kishi. Tan olish kerak. Halim akamiz
keyin Ahtamjon Qudratovning shogirdlari bor, jondorlik yigitlar, Farhod degan yigitlar bor ularda, Obloberdi, Shokir degan yigitlar bor, Ixtiyor degan yigitlar bor. Ana shu yigitlar ham bizning barcha nimalarimizga, dasturlarimizga qatnashgan. Afandi bir kuni degan bizning ko'rsatuvimizni 18 ta soni chiqqan. Ahtam dunyodan o'tgandan keyin ham 2 ta son oldik. Afandi bir kuni ko'rsatuvi. Ana u ideya qayerdan chiqqan? Hali men yoshligimda faqat ko'rardim-da, miriqib tomosha qilardim. Eshak arava bilan borilardi ko'chada. Keyin ta muzikasi ham qo'shiq ham zo'r edi. Bir kun bizlar asli afandimiz, xalqimizning dilbandimiz, dilingizni yetsa xushnud, o'zimiz ham xursandimiz. Tomoshaga kelingiz hay, kuldirishga biz doim shay. Bugun qizga xizmatdadir guruhimiz afandi shay. Bu qo'shiqda Buxoroning ajoyib qo'shiqchilaridan ko'pchilik aytgan. Rahimjon Raufiy aytgan bu qo'shiqda. Bizga nima estrada yo'lanishi yozib taqlab bergan. Mana shu o'zimiz yozganmiz. Ahtam Qudratov yozgan. Ahtam Qudratov qalamiga mansub. U moment she'r yozardi-da u. Keyin hammamiz shuni qo'shiq qilib to'ylarda, bayramlarda aytardik birgalikka. Qo'shiq bilan eslardim doim. Eshak arava bilan obrazga kirib hammamiz bir-birimizdan kimdir tushardi, kimdir yana chiqardi, yana doiralar bilan, vadirlar bilan she'rlar aytib tanishtirardi. Baxtiddin aka oldinda bo'lardi. O'zimiz tanishtirganim uni yozgan. Bolalikda ma'lum har odam bola boshdan degan gap to'g'ri. Agar Majid bo'lmasa qiziqchi, bo'lar edi bezori o'g'ri degan to'rtliklar bilan tanishtirganmiz o'zimizda. Hammamiz shohlar. Tomoshabinlar eng yaxshi qabul qilgan sizni obrazingiz qaysi? Ko'cha-ko'yda ham tanishgansizmi? Bunaqa obraz ko'p. Menimcha shu televideniya ochilgandan keyin, ko'rsatuvlar efirga uzatilgandan keyin nazarimda Afandi Shayni mavqei, obro'yi tezda ko'tarilgan xalq orasida yanada. Bundan oldin ham bo'lgan-u. Bizning teatr shu madaniyat texnikumidan keyin Buxoro televideniyasida O'zbekiston xalq artisti Muhammad Rafiqov boshchiliklarda ko'rsatuvlar qilishni boshladik biz. Bu haligi Afandi bir kunidan boshqa Muhammad Rafiqov bilan ko'p ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz. Ko'p ko'rsatuvlar yoki Istiqlol televideniya kompaniyasida Abdulla Rajabov bilan Afandi bir kunni o'sha nima qilgan, tasvirga olgan. O'shdan boshqa ham ko'p Afandi Namo degan ko'rsatuvlarimiz bo'ldi bizning. Boshqa hajviy zamonaviy nimalar ko'p nima tayyorlaganmiz. Endi Afandi Shayda boy otaman, boy obrazga hoziramman. Boy ota sallani kiyib olarim. Men o'zim gavdamam katta, qornim borda. Afandi boy bo'lgan, qorni katta, qorni bo'lmagan-ku, boyda qorni bo'lgan. Hozir ham Baxtiddin aka Afandi rolida. Hozir ham shunday, o'sha kiyimlar o'zimiz tiktirganmiz, o'sha kiyimlar hozir ham menga bor. Qo'yar. Hozir ham davlat tadbirlariga chaqirib qolsalar, men boy obrazga Baxtiddinjon Afandi obraziga kiyinib boramiz, biz o'tganamiz birgalikka. Endi rollarimiz ko'p. Bugungi kunda ham Afandi Shay o'sha teatr bormi? Teatr bor. Endi bu teatr hozir qanday desam, hujjatda bor? Hujjati yo'q, lekin hujjatimiz yo'q hozir hujjatimiz yo'q. Afandi Shay teatri bor. Ana hali biron hafta mumkin bo'lgan yo'q. Nimadan UNESCOning nimasiga kirganmiz teatrimiz. Qo'yil. Afandi endi tarixiy shaxs-ku. Shuning uchun UNESCOdan vakil keldi. O'zbekiston televideniya kompaniyasidan, keyin o'sha madaniyat vazirligidan odam kelib Bahriddin chaqirdi, meni oyog'im cho'loq bo'lsa ham borib o'tirasan dedi. Menga bitta stul qo'yib berdilar, boyota bo'lib o'tirdim. Atrofimda Bahriddin, shogirdlarni chaqirdik. Bir ajoyib tasvirga olib ketishdi. Bu haligi YouTube'da, Instagram'da ham chiqib ketdi bu narsa. Ketdi, teatr bor, endi asosan Bahriddin bilan meni o'zim nima qilyapmiz? Halim akamizni chaqiramiz, ko'pincha endi shaharga turadilar. Jondorlik yigitlarga telefon qilamiz, kelib turing deylar. Vobkendan bir Zafar degan shogirdimiz bor. Fidoyi, kasbi boshqa o'zi, lekin fidoyi, kulgiga fidoyi Zafarjon degan yigit bor. Zafarjonni chaqiramiz. Teatr ishini davom ettiryapti. Mana kulgi festivallari bo'ladi, har yili bir marta Afandi kuni bo'ladi. Teatrimiz chiqyapti, qatnashyapmiz, Ipak va ziravorlarga qatnashamiz. Boshqa joyda davlat tadbirlariga qatnashamiz, qatnashib yuribmiz. Xudoga behisob shukr. Hozir shuni so'ramoqchi edim, kasbingizdan
eng og'ir kunlarda kechgan paytingiz yoki kasbingiz bilan bog'liq bo'lgan yomon xotiralar bormi? Nega shu kasbni tanlaganman, nega qiziqchiligimni tanlaganman deb. Mani birta odatim bor Sherali. Endi to'ylarda yurgan san'atkor, asosan biz to'ylarda yuramiz-ku. San'atkorlar ham biladi, hali qo'shiqchilar ham, hofizlar ham biladi. To'ylarda hozir yaxshi. Avval ham onda ichib olib to'palan qilib urush janjallar ko'p bo'lardi. Tartibsizliklar. Mani bitta odatim borki, hammasiga chidab o'tirardim. Bu qo'rqqanimdan emas. Men san'atkor edim, men madaniyat xodimiman. Men janjal qilishga, birovni to'yini buzishga haqqim yo'q. Bir marta chidab bilmaganimdan mikrofonni shunday gapirib turganimda kelib yonimga xalaqit berib, o'z holimga qo'ymagan, bir marta emas, ikki marta emas, nima qilishni bilmasdan to'ychining o'zini o'g'li mikrofonni shunday tashab yerga chiqib ketganman to'yxonadan. Shunday voqea bo'lgan. Lekin keyin haligi to'ychining o'zi, otasi borib olib kelgan, yana hech narsa ko'rmaganday mikrofonni olib Buxoroning ajoyib san'atkori Latifjon Muhammadjonov bilan birgalikda edik. Latif, mani mikrofonimni nima aybi bor, mikrofonimni nima yerga tashladingiz deb xafa bo'lganman. Qaytib keyin to'yni davom ettirib ketganmiz. Boshqa bo'lmagan, diplomat bo'lish kerak. Endi biz haligi Yulduz Usmonovning gapi bor bir joyda aytganida. San'atkor xalqni o'yinoshi deganida. Bu gapga katta ma'no bor. Xalq bizni chaqirdimi? Biz san'atkormiz. Bizdagi kiyinishimiz, bizni yurishtirishimiz, bizni sahnada turishimiz, nima qilishimiz, san'atimiz ajralib turish kerak. Alohida kiyim ham ajralib turish kerak. Tomoshabinning kiyimida kiyim emas, sahnani o'zining kiyimi bo'lish kerak. Bu sahnaga hurmat. Sahna san'ati bor, sahna nimasi bor, nutqi bor. Har uni bilgan kishi, o'qigan kishilar biladi. O'qimaganlar ruschasiga samouchka deydi. Samouchkalar ko'payib ketgan hozir. Ular xohlaganday narsa kiyib, xohlaganday boraverishadi. U galstukni toqib, bantingni toqib, qora kostyum kiyish degani bu sur san'atkor bo'ling degani emas. Uni o'zining qoidalari bor, maxsus o'qitishadi u narsani. Ana shunaqa. Faxrlangan joizchi. Faxrlanganim yaxshi, hurmat qiladi, xalq hurmat qiladi. Men hozirlar hay bormayapman. Yoshligimga ham xotinim bilan bozor borgan vaqt esimdan chiqmaydi, karvon bozor boramiz. Boraveramiz, xotinim bilan ikkovi ketyapmiz. Hammasi ayollar, qizlar kulib gapirib, Majid aka bunday deb gapiraverdi. Ularni kimnidir, qaysidir to'yga xizmat qilganman. Ha, to'g'ri. Qaysidir sahnaga ko'rgan. Xotin, men ketdim, xotin rashk qilma. Men qaytibsam bilan bozor bormayman. Men mashinada o'tiraman, bozorga chiqib chiqdimman. Nima qiladi sizni haligi o'sha narsani ko'taradigan vaqtingizmi? Ha, to'g'ri. Kayfiyatingiz bormi, yo'qmi? Siz qanaqa kayfiyatdasiz? Suvlar o'tirishmaydi. Ularni ko'ziga endi har doim o'sha televideniyadan yoki radiodan qiziqchi bo'lib ko'ringanmiz, har doim o'sha yuzingizda tabassum bilan ko'rishganu, shunga odatlanib qolishgan. Shunday. Ularning fikricha siz 24 soat faqat kulib yurasiz. Xotinimga ham aytishar ekan. Siz uyga faqat guldirsalar kerak-da sizga. Lekin men uyda, xonadonda xotinim ham biladi, farzandlarim ham biladi, juda jiddiyman. Men juda jiddiyman. Sahnada kutilmagan voqealar bo'lganmi? Bo'ladi, bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Men shu hamman. Ahtam Qudratov u bilan endi Baxt teatridan birga boshlaganmiz-ku. Ahtam Qudratov bilan bo'lgan kulgi voqealardan bittasini eslasam, shu Aboli ibn Sino nomidagi san'at saroyida konsert beryapti Afandishay. Kulis deydi, kulis pardani orqasi. Pardani orqasidan chiqadigan joyimiz bor. Masalan, men o'zim chiqadigan joyim bor. U yoqdan chiqib ketadi, yo men kiraman, o'sha joylar bor, obrazlarga kirib spektakldagi narsalar qo'yamiz endi. Ahtam bu yoqqa chiqqan vaqti uni yodlamagan ekan, qog'ozga yozgan u, haliga qistirib qo'ygan pardaga. Keladi o'sha pardadan ko'radi-yu, yana ketaveradi, eslab oladi-da, eslab oladi. Suplyorday narsa. Men endi o'sha sho'xlik qilgan ekanimmi, o'ylamagan ekanimmi, sherigim-ku bo'lmasa, o'sha teatrda bo'ynaman. Ustidan kulganday bo'lib, o'zimning so'zlarimni oldim, u bordi cho'ntagimga. Boshqa nima? O'sha spektakl emas, boshqa spektakl. O'shalarni qog'ozni joyiga qistirib ketdim-da. Wow. Endi men sahnaga chiqib ketganman, Ahtam chiqish kerak.
Ahtam chiqmayapti. Shamsiddin aka bilan obrazlarni aylantirib nima qilamiz? Ahtam tezlikka chiqmaydi. U nima deyishini bilmas. Keyin mana aytdim, Ahtamjon, unda bu degan ekan, Ahtam rahmatli chiqdi. Improvizatsiya. Shu bilan birgalikda o'sha nimadan chiqib ketdik. Vaziyatdan chiqib ketdik o'sha nima qilib. Shuncha kulgili voqealar bo'lib turardi. Endi to'ylarda kulgili voqealar juda ko'p bo'lardi. To'ylarda juda ham bo'lardi, kulgili voqealar juda ham bo'lardi. Masalan, Jambul Vohidovni ukasi bor. Jamshid Vohidov, doirachi. Bo'yi uzun, sizda-yu, juda ozg'inda yigitda, doirachi bo'ladi u. Yozda kuni issiq havo, to'ydan kelyapmiz, Raf degan mashinalar bo'lardi. Kolonkalar tiqilgan nimaning ichiga, avtomashinaning ichiga hamma kirgan, yoz issiq bo'lgani uchun haligi Jamshid hamma kiyimini doirachi bo'ladi, terlab ketgan, shimlarigacha yechib tashlagan. Ko'ylaklargacha yechib tashlagan, bitta ichki kiyim bilan turibdi, bir dona maygasi ham yo'q. Shqa qo'lda terlaganda. Maygasi ham yo'q. Bitta nimasi bor. Shuni aytibdi. Ichki kiyim bilan xullas. Jondordan kelyapmiz, Buxoroga kiradigan vaqtda dan posti borda, post. Saqlagandan keyin Jambul tushib ketdi, tushmanglar birontalaringiz dedi. Jambul tushib ketdi. Jambul borib gaplashyapti, ular tezlikka javob bermayapti-da. Nima tuguncha ham olib borgan edi. Jambulni to'ydan tuguncha olib kelardik. Tugunchani berdi ham qo'yirmayapti, hujjatlarni olgan bermayapti. Keyin aytdim, men yoshim kattaroq boray. Keyin men ham bordim, assalomu alaykum deb tanishib nima qilib, Jambul bilan endi gapiramiz deb o'tirsak, Jamshid mashinadan tushib kelyapti. Ko'z oldiga ketiryapsiz, maykasi ham yo'q. Faqat oyog'iga bitta naskisi bor, bitta nima ustiga o'cha tushib kelgan u kishi. Kelyapti, bunaqa qilib uni o'zi har og'zin bir ko'rinishi ham xunuk ko'rinadi, sochi ko'p, baland edi. Gayni oldiga kelib, "Aka" deydi. Shunga gapirish ham qiziq edi. "Aka, meni taniyapsizmi?" dedi-da, Gay qarab turib, "Yo'q, tanimayman. Men televizorga ko'rasizmi? Televizorga ko'rmaganmisiz meni?" deyapti-da. U Gay aytayapti, "Yo'q, siz televizorga ko'rganim yo'q. Men ring qirollariga chiqaman-ku, ring qirollariga" deydi. "Ular siz ring qirollariga chiqasizmi?" dedi Gaylar, ikki kishi edi ular. "Ha, ring qirollariga 1 2 3 degan harflarni ko'tarib chiqaman." deb Jamshid amani kuldiruvdi. Haligi mangla hujjatlar zo'rgan, ketinglar masxara bo'ldi deb javob berib yuborgandi. Shunaqa voqealar ko'p bo'lardi. Ko'p eslasak ko'p eslaymiz. Jamshid Vohidovdan ham Jambul Vohidovdan bo'lgan voqealar bor. Mana bu o'zimiz sevimli san'atkor Feruz Sayfullayev bilan kulgili voqealar bo'lgan. Boshimga bir sochim yo'q. Kalman to'yga borganmiz, endi biz o'sha nom chiqargan vaqtimiz afandishay. Feruz endigina to'yga kirib keladigan vaqtlari, o'zi asosiy qo'shiqchi ham emas. Yozda kuni edi, issiq edi o'shanda ham. Tushlik vaqtda to'y bo'lyapti. Nima, menga navbat berishlari kerak endi. Feruzga aytdim, "Feruz dedim, yugur mani mashinaning ichidan dedim, tarog'imni olib kelgin dedim." Aytmaydiki, taroq sizga nima uchun kerak demaydi-da. Yosh bolada hurmatimni qilib, "Xo'sh, kalit olib, ketib qayda bardachokka" dedim. Borib bitta taroq olib kelib, u taroqni o'zimiz qo'yganman, maxsus uni menga Ahtam rahmatli bergan edi. Katta haligi qo'li bor taroq bor edi. O'rtadagi tishlarini hammasini Ahtam sindirgan, o'rtadagi tishlarini. Bitta katta tish boshlanishi qo'ygan, oxirida bitta katta tish qo'ygan. Senga soch faqat 2 biqiningga bor-ku deb Ahtam hazillashib beruvdi-da uni. Keyin Feruz taroqni olib keldi, nima deydi? "Ana, men olib keldim taroq." U tojikcha gapiradi agar hech kimsiz. Ustojon, men baxshaytu, men shuni yoftam. In shuni dandonashni iskini chiqolmagan. Keyin aytdim, "Uni tishi yo'q, meni sochim yo'q, Feruz." Sodda yigit kulgi bo'ladigan Feruz Sayfullayev bilan yaxshi ukamiz, yaxshi san'atkor. Yosh edi-da, juda ham yosh edi o'sha vaqtda. Endigina kirib kelgan vaqtda bizani salobatimiz bosgan Feruzning. Afandishay o'sha vaqtda endi u kishini ham to'g'ri tushunish kerak, ustozning xizmatlarida bo'lganmi? Xizmat qildi. Yaxshi yigit. Ana shunaqa voqealar ko'p bo'lgan hayotimizda. Aytib bermadim. Ahtam haqida men bitta she'r yozganman. Endi Ahtam xotira bag'ishlov deb yozib qo'yganman. Ahtam asli o'zi shoir edi. Men undan ruhlanib o'rganganman-da. Shoirlikka da'vogarlik joyim yo'q. Biroq Ahtamni
haligi ko'zi almas bo'lardi, ko'z oynagi bo'lardi, shishasi yo'q edi. Ko'z oynagim primoy shishasi yo'q, nima deb kulgili gaplarni gapiradi. Keyin uni do'ppichasi bor edi, do'ppichasi boshiga kiyib chiqardi, chunki Buxoroning shahrining o'zida Akamillo obraz bo'lgan, mani kuldirgan Akamillo deb kuldirgan, jondor tomonlarga to'ra masxara degani bo'lgan. Buxoroda ham kulgili bo'lgan. Buxoroning yo'li bo'lgan. Faqatgina Buxoroning yo'li boshqa vodiyga nisbatan boshqacha bo'lgan. Bizda har xil gap gapirilmaydi, qisqarib aytganda beldan pastga tushilmaydi. Shunaqa kulgi Buxoroda. Qog'ozga yaxshi o'ralgan, ha? O'ralgan. Men Toshkentda o'qigan bo'lsam ham, Mirzabek Xolmedovga shogird turgan bo'lsam ham, men ham ularning yo'li bo'yicha qiziqchilik qilishga ruxsatim bor, berilgan. Lekin men o'sha nima qilmayman, afandining yo'li bilan kuldiraman. Afandining yo'li bilan kuldiraman-da. O'sha Ahtamning shunday narsa bor ediki, Ahtam o'sha vodiyda ham bo'lgan nimada ko'rik tanlovda Yusufjon Qoziq Shakarjon xotirasiga bo'lganda vodiy qoyil qoldi-da Ahtamga. Qoyil qoldi Ahtamga. O'sha vaqt Ergash Karimov O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov Ahtamni nimaga taklif qildi? Miniatyuralar teatriga taklif qildi. Umuman hammalari keling deb turib oldi. Nima qilib? Ahtamga Alloh ikkita farzand bergan edi. Umida degan qizimiz umrini bersin, Murodjon degan yigitimiz farzandlari umrini bersin. Kimga menga yomon qattiq ta'sir qilgan Ahtamni eslasam, hozir ham ko'zimga yosh keladi. Yo Shamsin aka Yuliyevni eslasam, hozir ham ko'zimga yosh keladi. Shamsin aka Yuliyev xalq artisti, u kishi boshqa dunyo edi. Shunday. Shamsiddin Yuliyev bilan birga suhbatda bo'lganman. Menga shu narsa nasib qilgan. Juda ajoyib. Qushning yoshlari ulug'roq bo'lgani uchun men bilan jo'ra do'st Ahtam Qudratov. Ikkov rovesnik deydi, ruschasiga rovesnik, tengdosh edik. 58-yil 1958-yil tug'ilganmiz. U faqat u 1-noyabrda, men 9-sentyabrda. Uchalamiz ham itiylikda tug'ilganmiz. Ahtam azlashib, men kichkina itchaman, sen katta itsan, mendan avval tug'ilgansan deb aytardi. Ahtamga atilgan bag'ishlov she'r. Umr bir karvon to'xtamay ketar. Nigohing ko'zimdan bir-birlab o'tar. Qalbimni sog'inchi nidosi bitar. Yuragim intizor o'zingni kutar. Beqasam to'ningni quchib ovundim. Ahtamjon do'stim seni juda sog'indim. Ishon, eslamagan kunim bo'lmadi. Ijod qalamimga tinim bo'lmadi. Do'st bo'lib kulfatni kesa olmadim. Kechir ajal yo'lini to'sa olmadim. Chorasiz oyoqqa urib ovundim. Ko'zimda yosh bilan seni sog'indim. Avval keng ko'ringan ko'chalarim tor. Sharob yupatolmas ko'nglim senga zor. Yurakdan hol so'rdim muncha adolik. Undan sado keldi. Do'stdan judolik. Kichkina do'ppingni kiyib ovundim. Birodarim seni juda sog'indim. Sahnalarning asli guli eding sen. Shoirlarning asli zo'ri eding sen. Suhbatingda bo'lgan ekan bir sherik. Shunday aytar edi afandilik. Ko'zoynagingni taqib ozroq ovundim. Tengsiz qadrdonim seni sog'indim. Chilimni qurquri olamga yetdi. Hofizlar senga emas toshga gul tutdi. Yurakni duk-duki qiynadi meni. Tabassum liq to'la nigohlar qani. Dod soldim o'tirik oxir ovundim. Momenti o'zingni juda sog'indim. Gulnora vafodor seni hayoting. Hammadan qizg'ongan sevikli yoring. Unga dedim kutmang kechay kunduz. Meni birodarim ko'kdagi yulduz. Zuhroga bir qarab so'ngra ovundim. Og'a iniginam seni sog'indim. So'zingdan nechalar darmonda qoldi. Umidlar ko'p edi, armonda qoldi. Shuni unutmagin mangu yodlaring. Farzanding umida Murodjon zurriyotlaring. Bahriddin hamrohing ko'rib ovundim. Ishon yelkadoshim seni sog'indim. Sanatinga loldir vodiy Marg'ilon. Yaqinlar bir yonu muxlislar bir yon. Bugun barchalari chorasiz hayron. Qaniydi o'lim ham bo'lsaydi yolg'on. Alamni she'r qilib to'kib ovundim. Do'stlar Ahtamjonni juda sog'indim. Men o'zim she'r yozishni Ahtamjondan o'rganganman-da. Men birinchi she'rimni aytib bersam kulasiz. Endi hozir bu san ko'ngilni maqtadigan. Birinchi she'rim yoshligimda yozganman. O she'rni hech kim eshitmagan. Men shuni xalqqa eshitishni istayman. Sherali Jo'rayevni Sherali Jo'rayev qilib elga tanitgan
qo'shig'i bordi, birinchi muhabbatim. O'sha kecha oqshom falakda oy bo'zirib yotgan o'shani man parodiya qilganman, ya'ni kulgili variant. O'xshatish qilib yozganman-da. Kecha oqshom falakda oy bezrayib yotganda, Zuhro yulduzam chota neto bo'lib turganda, qarovulni xotini erini uyg'otganda, men seni esga oldim, birinchi beboshligim, ey xomkalla yoshligim. Qorovul chiqdi it bilan, qo'lida miltiq bilan, biz ham qochdik jar bilan, gohda pastlik bilan, qo'lga ham tushdik ba'zan, qo'ltiqda taruz bilan. Nechun bilmovdim avval, birinchi beboshligim, ey xomkalla yoshligim. Dunyo degan shundayin, anglab bo'lmas sir ekan. Polizda ham qo'ydik biz, fermerda bog'iz yur ekan. Unda ham bir kattakon, ala ko'ppak bor ekan. Nechun bilmovdim avval, birinchi beboshligim, ey xomkalla yoshligim. Hech kim yo'qmikan deb sharpaga quloq tutdim. Alla ko'ppak tishlagach bor dunyoni unutdim. Ertalab turib yaramga ozroqni zelyonka surtdim. Ko'ppakdan qasdim mening birinchi beboshligim, ey xomkalla yoshligim. Ana shunday hazil she'rlarni yozib turardik-da. Bizning ijodimiz ham biz ham ko'p qirralik san'atkor, ham shoir desak ham bo'ladi, chala shoir. Ahtam aka o'sha chilimni o'sha kishi yozganlar so'zini. Chilim ham qo'l qurmay kunat degan she'r. Akajon chiliman qo'l qurmay kunat. Ahtam Qudratov yozganlar qalamlarga mansub. Buni Akobir Hamroyev kuyladi. Keyin yuragim duk-duk uradini Nurdin Abirayev kuylagan. Temurod Qodirov kuylagan, Erkin Ismoilov kuylagan qo'shiqlari bor. Shunaqa Ahtamning qo'shiqlarini ko'pchilik kuylagan. Zo'r. Hozirgi kunda ustoz sizni Instagramingiz bormi? Instagram bor. Akkauntingiz bor? Ha, bor. Video joylashtirib borasiz. Bo'ladi, joylashtirsa bo'ladi. Qilganim yo'q. Ha, shunchaki kuzatuvchisiz. Ha, shunaqa. Qiziqchi sifatida hozirgi kunda o'sha qiziqchilik deylik, zamonaviy til bilan aytganda Vinerda ularga qanaqa yo'nalish bergan bo'lardingiz? Ularning yutuqlari va kamchiliklari haqida sizdan so'ramoqchi edim. Masalan, o'zimning shogirdim bo'lgani shu shundan boshlay. Sherzod Ahmedovni. Sherzod Ahmedov tug'ma qiziqchi. U shunday tug'ilgan Buxoroda. O'zi san'at bahridan qiziqchi bor. Qiziqchilik san'ati juda, uni maktabi ham yo'q uni. San'at qiyin san'at bu. Bahridan haqiqiy qiziqchi tan olish kerak, zo'rni zo'r deyish kerak, zo'r haqiqatan tan olish kerak. Mendan 10 barobar, 20 barobar zo'r qiziqchi bahridan. Zo'r qiziqchi shogird ustozdan o'tish kerak, tan olish kerak. Sherzod Ahmedov. Sherzod Ahmedovning yo'lanishi ko'p narsaga yaxshi tarbiyaviy jihatlari ko'p. Lekin salgina chegaradan chiqib ketadigan joyi ham bor, o'ziga ham aytaman. Pastga tushma, Sherzod deyman. Boshqa tomonlama Sherzod. Demak, ijodlarini kuzatib, yo'l yo'riqlar ko'rsatib borasiz, aytib borasiz. Yaxshi. Kamoliddin ham shu Shayxonchadan gapiramiz va ko'rsatamiz degan nima qilib olgan, shu Shayxonchani ko'pincha sahifasida, to'g'ri. Shayxoncha, avtobuschilar, marshrutga yuradigan taksilar, shular bilan ishlaydi. Boshqa kuzatmayman. Boshqa yo'q, kuzatmayman. Shunaqa. Hozir imkoniyat topilsa, istalgan yoshga borib, istalgan odam bilan uchrashish imkoniyati sizga berilsa, 10 daqiqa. Kimni oldiga va qaysi yoshga borgan bo'lardingiz? Istalgan inson bilan. Onam bilan. Onam. Armon tomanda. Rahmatli otam bilan onamni bo'y berib qo'yganmiz. Keyin akam bordilar. Akamizdan tog'imiz edilar. Armon ana shu. Otam, onam, akam. Jigarim. Tushunsangiz kerak, tushunmaganlar bilib olsin. Jigar dedi, nima uchun jigar deydi? Ko'pchilik bilmasligi mumkin. Jigaram deydi, jigar deydi. Jigar insonni organizmida tanidagi barcha iflosliklarni o'ziga olib, qonni tozalab beradigan narsa u. Shu uchun jigarim deydi. Senga yaxshilik qiladi, u ich kuyadi u seni. Seni barcha nimalardan seni tozalaydigan o'sha keraksiz narsalardan organizmingni tozalaydigan odam. Shu uchun jigar. Jigarlar shu borlarga umr qolganlarni umrini bersin, ukalarimni, singillarimni. Biz ham ko'pchilik hozir kam qoldik. Akamni bo'y berib qo'ydik-da. Shunaqa.
7 ta qoldik, 8 ta edik. Ota-onangiz bilan bog'liq qanaqa unutilmas xotiralar bor? Nima deb o'ylaysiz, ular sizdan rozimikan? Onam rozi edilar. Onam rozi edilar. Aytish kerak, 10 ta farzand edik. Hasan Husanimiz bo'y berib qo'ygandik yoshlikda. 8 ta qolgan edik. Otam temirchi bo'lib ishlaganlar, onam hech qayerda ishlamaganlar, kolxozda ishlaganlar. Nima mashina kam edi u vaqt. Butun bir qishloqda 2 kishi mashina bor edi. Otam havas qilardiki, meni farzandlarim ham o'qib oliy ma'lumotli bo'lib mashina oladimi degandilar. Men mashina olgandim. Otam rahmatli ko'rmagandilar mashina olganimni. Otam dunyodan o'tganlaridan keyin oldim. Onam ko'rdilar, onamni mashinaga mindirganman. Onam shunda otang rahmatli ko'rmadi, armonda ketdi. Mana bizning farzandlarimiz ham mashina minar ekan. Hozir har bitta xonadonda bittadan ikkitadan mashina bor. Shu armon bo'lib qolgan. Endi nima bo'lib onam bilan bo'ladigan esa onamni roziman. Mashinamga mindirganman, solgilar uchun ham yugurganman, yelganman. U kishiday aqlli ayol menimcha yer yuzida bo'lmasa kerak. 2 ta narsadanmi, 3 ta narsadan inson o'zi bor bo'lish kerak ekan, dushmani bor ekanda. Bittasi inson o'zi bilan yurar ekan, uni ko'rinmas ekan ham, eshitilmas ekan ham, bu birinchi dushman. Bu shayton ekan. Ikkinchi dushman pul ekan. Pul dushmanlik qilar ekan ko'pincha. Ko'payib ketsa ham bosar tusarini bilmay qolib, aka-ukalarni bir-birini orasini buzar ekan. Pulga berilib aka-ukalari orasi buzilganlar ham, jigarlar ham bor. Uchinchisi ayol ekan. Bir qorindan tug'ilgan aka-ukani begona qorindan tug'ilgan ayol o'rtasini buzadi. Shu uchun ayolni makri deydilar. Bizda Allohga behisob shukr, kelinlarimiz, yangalarimiz, aka-ukalarimiz otam bilan onam o'tganlariga ko'p yil bo'ldi. Ko'p yil bo'ldi, lekin bular aka-ukalarimiz biza hozir ham ittifoq. Juda ham bir-birimizga mehribon biza. Bir narsani aytmoqchi edim yosh ulug' inson sifatida. Men hozirgi zamonda bir narsadan qiynalaman. Masalan, avvallari bir bolani bir kasbni o'rgatish uchun bir hunarmandni oldiga olib borsangiz, kasbni oldiga olib borsangiz, yuzboshchiga olib borsangiz, bitta gap aytardingiz. Usta, go'shti sizdan, suyagi bizdan. Hunarni o'rgating. Urasizmi, so'kasizmi, hunarni o'rgating derdilar. Qo'yib kelardilar. Avvallari maktabda o'qirdik. O'qituvchi biz uchun eng yuqori inson edi. Kim bilishdan qat'iy nazar. Shunday. O'qituvchiga havas qilardik. Masalan, meni birinchi institutga kirib o'qishimga sababchi bo'lgan onam bilan otam farzandim o'qituvchi bo'lsin degan niyatda meni Buxoro davlat pedagogika institutiga qo'yishgan. Lekin hozirgi vaqtda yomon bo'lyapti. Hozir o'qituvchi o'quvchiga gapirib bilmaydi. Ota-onalar bilan o'qituvchilarning o'rtasida ko'p gaplar bo'lyapti. Ko'p nimalar bo'lyapti. Yoki bo'lmasa shifokorlar, men shifokorlik sohasida ishlayapman. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining matbuot xodimiman. Shifokorlar insonni sog'ligini, salomatligini posbonlari ular. Shular bilan nimalarning o'rtasida haligi bemorni odamlarning o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lyapti. Bu narsalarni ko'rasan, hayron qolasan. Yoki shogirdlar ustozini tan olmaydi. Hurmatsizlik bu. Ustoz haligi bir gap borki, ota bilan ona farzandni dunyoga keltiradi. Hayotda yashashni unga ustoz o'rgatadi. U kasb o'rgatadi. Yashashni o'rgatadi. Ana shu narsalarga hozircha e'tibor bo'lmayapti. Shuni ko'rib kuyinaman, gapni to'g'risini aytsam. Boshqacha bo'lishini istayman-da. Boshqacha bo'lishini yoshimiz katta bo'lgani uchunmi yoki bo'lmasa endi avval yoshligimizda ko'rmaganmi, biz ham shunaqa narsalarni sizga erish tuyulyapti-da hozir. Shunaqa bo'lyapti. Ana shunaqa. Ustoz, hozirgi hayotingizga qarab o'tgan umrni mazmunli yashay oldim deb hisoblaysizmi? Ha. Chunki men juda ham xursandman. Birinchidan o'zimning sevimli kasbim bor.
yaxshi ko'raman kasbimni. Hozir ham qo'limga qalam olib, qog'oz olib, yozib ijod qilishni yaxshi ko'raman, yozaveraman. Bu bir. Ikkinchidan shunaqa gap borki, tabassum yuzdagi odamning tabassumli bor odamlarning yuziga deydi, farishtalar yashar ekan. Farishtalar yashagan. Shu uchun barcha insonlar tabassumli insonlarga qarab intilar ekan. Intilar ekanda, farishtalar yashaydi deb intilar ekan. Shuning uchun muqaddas dinimizda ham bir gap borki, tabassumni hadya etish bu savob ekan. Kulib boqsangiz hayotga, sizga ham odamlar kulib boqadi deydi. Birovga yomonlik qilib bilmasang ham deydi, yaxshilik qil deydi-ku, eskilarning gapi bor. Kulib yurish kerak. Kulgan odamning umri uzoq bo'ladi deb bejizdan bejiz aytilmagan. Men qiziqchi sifatda aytmoqchi emasman. Yoshi ulug', yoshi katta inson sifatida aytmoqchiman. Kulib yurish kerak. Kulib yursinlar. Ana o'ynerlardan bir narsa, o'zimiz buxorolik bir yigit bor, ana shunga mayli eshitsa ham mayli aytmoqchi edim. Haligi bir telpak kiyib chiqadi, telpagini atrofini bilmay, haligi qo'rtigami kuya yegan telpak kiyib chiqadi. Ijodi zo'r. Lekin o'shani kiyib chiqadi. U obraz yaratib qo'yganda, shunaqa men xalq shu bilan taniydi deb o'sha telpak. Men aytmoqchiman, yaxshi, yomon emas, lekin mayli xafa bo'lmasin. Kechirim so'rayman oldindan. Xafa bo'lmasin, ukam, chunki uni ham ko'rib yurmay ijod qilib yuguryapti. Harakat bor. Harakat bor. Uni ham men ham yoshligimda shunday qilganman-da. O'shanga qarab aytmoqchi edimki, lekin yillar o'tib, yosh o'sib keladigan zurriyotlarimiz, farzandlarimiz u kiyimni ko'rib, bizani o'zbeklar shunaqa yashagan ekanmi, shunaqa kiyim kiyib yurgan ekanmi deb yoshlarimiz qanaqa muolat tarbiya oladi? Qanaqa tarbiya oladi unda? Kuya yegan, qurt bosgan yoki bo'lsa shimi kim qanaqa, burugi kim qanaqa, kostyumi kim qanaqa nimalarni. Mana har xil tanishtiraydim she'rlar o'zimni zo'r bo'lardi eshitsak. Buni har xil tanishtirdim. Birinchi tanishtirishim meni Mirzabek Xolmetovning ta'limini olganim uchun. Mirzabek Xolmetov Ona zamin yulduzlari festivalining sovrindori bo'lganlar. Keyin ichki ishlar qo'shinlari qoshidagi Turon yulduzlari Ashraf Raqs ansambliga ishlar edilar. Mayor edilar. Mayorlikdan pensiyaga chiqqanlar u kishi. Ana o'sha uchun men aytardim. Meni tanishsizlarmi? Chunki avvallari tanishtirmas edilar-da. Tanishtirmas. Hozir ham shunday, ansambl bilan borasiz, mikrofon olib chiqib ketaverasiz. Kimdir taniydi, kimdir tanimaydi. O'sha men aytardim, savol berdim. Meni taniyapsizlarmi? Kimdir qo'lini ko'tarib, taniymiz, televizorga ko'rganmiz, afandi, kimdir tanimaymiz dedi. Tanimaydigan insonlarga o'zim tanishtirayman. Kim O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, sobiq militsiya mayori, Ona zamin yulduzlari festivalining sovrindori, O'zbekistonimizning eng zo'r qiziqchisi Mirzabek Xolmetovni Buxorodagi adashi, Mirzabekning otasi, Afandishay qiziqchilar teatr studiyasining qiziqchisi Majid 3 ta harf o'chilib degan men bilaman derdim-da. Endi 3 ta harf deganda har kim har xil narsani tushunadi. Keyin hamma qarab turardi. Tepaga qarayapsizlarmi? Sizlar o'shani o'ylayapsizlarmi derdim-da. Keyin kulishardi. Boshini nazarda tutasizlar. Ular kulishardi. Bu gaplaringiz ham to'g'ri, lekin mana shu cho'llarga borib, cho'l quvarlarga, choradorlarga konsert bersak, ana Buxorodan qiziqchi Majidqul kelibdi deb aytadi ular ham mushtaraf. Yoki nima uchun qul deyishadi shular? Endi shu bilmayman, Chorador tomon shu Ko'nim gazeta tomonlarga borganmiz haqiqatan ham. Qul deb gapiradi, Majidqul, Bahrdan qul, kelingizlarmi deb. Shunday gapirishadi. Keyin aytardimki, shu qul deyishadi yoki bo'lmasa qo'shnilarim, hamsoyalarim har kecha to'yga boramiz, har kecha xizmatga yuramiz, pul ko'p bo'lsa kerak deb Majidboy deb aytadi. Bu ham shular. Lekin rahmatli onam meni Majidjon derdilar. U ham 3 ta harf. Endi sizlar o'ylagan boshqa qarab o'tirgan narsa ham to'g'ri. Bir kun ayoz bo'ldimi yo boshimniki urgan sovuq. Sochlarimni tuklarini chuqalaganmi yoki tovuq. Oynaga men boqqanmanmi, to'lqin bo'lib oqqanmanmi, tavba qilib shu kal bosh bilan men ham xotinimga yoqqanmanmi deb aytardim. Yoki bo'lmasa men tanishtirardim. O'zimni men taniyisizlarmi deyman, O'zbekistonimni bizni Buxorosida bitta tuman bor. O'sha tumanda bitta qishloq bor. O'sha qishloqda butun O'zbekiston taniydi. O'sha qishloqni kim biladi dedim. Shirinni degan qishloq bor dedim. Haqiqatan ham bo'lganda Shirin qishlog'i juda katta qishloq. Xalqi juda ham boy, xalqi juda ham dono, xalqi juda ham aqlli. Butun O'zbekiston taniydi.
Shirin qishlog'ini. Men o'sha qishlog'iman deb hazil qilib aytadim. Shirin degan qishloq bor. Bizni Vobkin tomonda o'sha qishloq xalqidek dono xalq yo'q jahonda. Jo'yak tortib tomiga sabzi ekkan o'shalar, kaloshini poyizga yechib kirgan o'shalar. Oyga chiqmoq yo'li bor, juda oson degan ham, kogonni temir yo'lini ko'tarib qo'ysang, tayyor norvon degan ham. Sodda demang ularni, ular sodda bo'lmaydi. Kuldirsa ham sizlarni, o'zlari aslo kulmaydi. Men o'sha Shirin qishloqdanman deb faxrlanib aytardim. Ana shunaqa tanishtirishlarim bor edi. Nima qilib ko'p san'atkorlar yaxshi ko'radi, shuni ayting, shuni ayting deb. Esda qolgan. Davrani boshidan darrov e'tiborini tortadi, sizni kimligingizni aytib qo'yadi zo'r. Davron davomida o'sha narsa fundament hisoblanadi-yu, davronda keyin maza qilib eshitiladi. Qani yana bitta zo'rdan bo'larmikan deb. Ana shu joylarga maza qilaman. Ustoz, mana odamlarni kuldirish osonmi, yig'latish osonmi? Menga ikkovi ham bor. Sababi men Mirzabek Xolmetovning shogirdiman. Ham yig'lataman, ham kuldiraman. Mana o'sha Mirzabekning yo'li stili bilan men bitta yangi ijod qildim. Shuni sizga aytib bermoqchiman. Zo'r bo'lardi. Dunyo omonat dunyo. Dunyoni deydilar, qimlab turadigan dunyo deydilar. Dunyoni har kim har xil tasavvurlaydi, har xil tushunchasi bilan tushunadi. Siz dunyo deganda boshqacha tushunasiz, men boshqacha tushunaman. Dunyoni foniy dunyo deydilar. Dunyoni yolg'onchi dunyo deydilar. Ko'z ochib dunyoga keldim, bozorga chopdim. Kafallikni oldim, mozorga chopdim deydilar. Dunyoni 5 kunlik deydilar. 5 kunlik deganda Sheraljon go'daklik, o'spirinlik, balog'at yoshga yetgan vaqtimiz, kuchga quvvatga to'lgan vaqtimiz hamda qarilik gashtini surishimiz. Mana shu uchun 5 kunlik dunyo deydilar. Omonat dunyoda bir-birimizdan faqat nima qoladi? Yaxshilik qoladi. Qurgan ko'prigimiz, qurgan yo'limiz, bir insonning hojatini chiqarib, uzog'ini yaqin qilib, og'irini yengil qilganimiz, yaxshilik qilganimiz qoladi. Yaxshi odamni ham eslab yuradilar. Shuning uchun dunyomizning omonat deb bejiz aytilmagan. Bir xil emas. Bu dunyoda ne omonat? Insonga inson omonat. Moli davlat o'tkinchidir. Issiqqina jon omonat. Yashash uchun toming bo'lsa, yaxshi degan noming bo'lsa, yaxshilarga yondashganda qolmagay armon omonat. Chin do'stlaring bo'lsa ko'proq, oltin bo'lsa olsang tuproq, tug'ishganing zamin bo'lsa, bo'lmasa osmon omonat. Yaxshilikni qarz deb bilgin, halollikni farz deb bilgin. But bo'lmasa agar, but bo'lmasa e'tiqoding, insofu iymon omonat. Inson qasrda yashasa ham qabrda ko'miladi. Shunday. Inson jakuzzida cho'milsa ham oddiy suvda yuviladi. Inson eng og'ir markali mashinalar, hammerlarni minsa ham tobutga ketadi. Bir umr osmonda ishlasa ham tuproqqa, yerga ko'miladi. Shuning uchun bu omonat dunyoda kamtarinlik, bu omonat dunyoda bir-biriga bo'lgan hurmat, mehr, eng keraklisi hammadan so'radim, oqibatni yo'qotmasin. Ana bu qadrlik. Oqibatli bo'laylik. Ustoz, 40-50 yildan keyin sizni, keling 100 yildan keyin sizni qanday so'zlar bilan eslashlarini xohlaysiz? Albatta yaxshi so'zlar bilan, albatta. Yaxshi inson edi. Yaxshi xizmat qilardi. Yaxshi san'atkor edi. Eng keraksi yaxshi inson edi deb eslashlarini istayman. Ana shunaqa. Oxirida aytadigan Sheraljonda gapim borki, asalari asal berar. Chaqishini unutma. It ortingdan ergashadi. Qopishini unutma. Ot qamchiga o'rganadi. Tepishini unutma. Xudo umrini bir marta berar. O'lishingni unutma. Shuning uchun bu omonat dunyoda bir marta yashaymizmi? O'limni tan olishimiz kerak. Baribir bir kun emas, bir kun vaqt soati bilan bo'lsin emas. Boringizga shukr ustoz. Qadrli tomoshabinlar, mana shunday ajoyib paytda ustoz bilan xonadonlarda mana podkastimiz, suhbatimiz davom etmoqda. Muxlislaringiz uchun, bizni tomosha qilayotgan musofirdagilar uchun, butun dunyoda bizni hozir mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham tomosha qilishyapti, Yevropada tomosha qilishyapti. Trakchi akalarimiz muxlislar bor.
trakda o'sha katta yuk haydovchilari Yevropada bizning podkastlarimizni baland qilib eshitib, Buxoroni nafasini tuyish uchun 10 yildan 20 yildan beri Buxoroga kela olmasdan, ma'lum sabablarga ko'ra kela olmasdan, lekin uning nafasiga chanqoq bo'lgan insonlar borda. O'shalarga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, tilaklar bo'lsa. Tilaklarim bor albatta. Sababi men o'zimning farzandim ham, katta o'g'lim o'sha Shimoliy Muz okeani ostida Urungoy degan joyda haligi yoz bo'lmaydigan joyda taqdir taqozosini o'sha yerda ishlaydi. Oliy ma'lumotli o'qishga o'qigani shunaqa kompaniyaga to'g'ri keladigan soha bo'yicha o'qigan. O'g'lim musofirda yuriydi. Bir umr xayolim o'shanda. Bir umr o'ylab yuriyman. Shu bilan birgalikda qatanam jiyanlarim, siz o'zi aytganda trakda ishlaydigan jiyanlarim ham bor. O'zimni kuyovimiz, qizimni eri musofirda yuribdi. Mana shu musofirda yurganlarda bitta gap aytmoqchimanki, ilohim hammalari yaxshi niyatlar bilan ketishgan, to'lib, to'shib, xushxursand, beofat, bexatar, beshikast ona yurtimizga, vatanimizga, oilalar, farzandlarini, o'g'il qizlarini boshga sog' salomat kelsinlar. Ilohim. Orzu-havaslarni qilsinlar, to'ylar qilsinlar. Ilohim yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. O'sha yaxshi kunlarga xizmat qilish ilohim biz san'atkorlarga nasib qilsin. Ularni kutib o'tirgan uyda ayollari, xotin qizlariga Alloh ilohim sabr, qanot, toqat bersin. Ilohim. Hamma millatda ayollari yaxshi, lekin o'zbekda ayolidek ayol, o'zbekda ayolidek sadoqatli, mehrli, chidamli, bardashli ayol boshqa millatlarda yo'q. Sheralijon, ishonavering. Chunki men erkaklar nomida aytmoqchimanki, 5 ketaman ayollarning bardoshiga. Qancha yuk bor bechorani bir boshiga. Ishga borar, bola boqar, pishir tushir, yana qarar erni qoshi qavog'iga. 5 ketaman ayollarning bardoshiga. Qancha yuk bor bechorani bir boshiga. Uy supuradi, sochlar beriga cho'lg'onadi. Farzandlarni o'ylab tunlar to'lg'onadi. Kech uxlaydi, sahar bilan uyg'onadi. 5 ketaman ayollarning bardoshiga. Qancha tashvish bechorani bir boshiga. O'lgiradi bozor o'shardek ishlarga. O'zini urar bo'lar bo'lmas tashvishlarga. Quloq tutar mishmishlarga, g'iybatlarga. 5 ketaman ayollarning bardoshiga. Qancha tashvish bechorani bir boshiga. Kelin bo'lib qaynonaga tik boqmasa, qaynona ham kelinini ilondek choqmasa, har kun janjal ro'zg'orlariga yoqmasa, 5 ketaman ayollarning bardoshiga. Qancha tashvish bechorani bir boshiga. Jon ayollar xafa bo'lmang, bo'ling amon. Siz yaxshisiz she'rini aytgan Majid Yamon. Qarsak chaling sizni maqtab aytgan zamon. 5 ketaman ayollarning bardoshiga. Qancha tashvish bechorani bir boshiga. Ilohim har bir erkakni oilasini farishtasi, bor yo'g'ini sarishtasi, shirin xayoli, ajoyib sevimli ayoli, ayollari baxtlariga sog'-omon bo'lsin. Ayollarimizni borlariga shukr, qizlarimizni borlariga shukr. So'z boringizga shukr. Zo'r. Bu she'r o'zizniki? She'r u ham o'zimniki, hammasi hozir hamma qoyil. O'zimniki. Hurmatli aziz muxlislarimiz, kulgi shinavandalari, kulgi ixlosmandlari, Afandi Shay teatrini barcha muxlislariga tilagim shu. Kulib yuringlar. Kulgan insonni umri uzoq bo'ladi. Afandini hangomalarini, afandini beg'uborligini, afandini hozir javobligini umuman men sizlarga tilab qolaman. Eshitmadim demanglar, afandi keldi afandi. Eshitganlar jilmanglar, afandi keldi afandi. Yap yangi kulgilar bor, kelmadim axir bekor. Gapim hazil bilmanglar, afandi keldi afandi. Bordir xanda qahqaha, hi ha. Kulish g'amin yemanglar, afandi keldi afandi. Ichak uzdi kulgular, chayqovda qimmat ular. Yugurmanglar, yelmanglar, afandi keldi afandi. Afandini o'ziman, ko'nglingizni olaman. Xursand bo'lib sizlardan duo olib qaytaman. Hey, afandi keldi afandi. Zo'r ustoz. Siz bilan qancha suhbat qilgan sayin yana suhbat qilgingiz kelaveradi. Chunki sizlarda boy hayotiy tajriba,
keyin to'plangan so'zlar deymizmi, hikoyalar deymizmi, juda ham ko'p, zo'r va buni xalqqa albatta taqdim etish kerak. Boringizga shukr. Rahmat. Tabassumlashuvchisiz. Ko'z tegmasin. Qadrli tomoshabinlar, yana bir marotaba eslatib o'tamiz. Ustoz Majid akam Ochilovni xonadonlarida tasvirga tushirdik. Majid akamni hozir xastaliklari bor, oyoqlarida o'sha operatsiya qilish kerak. O'sha operatsiya uchun yaxshigina katta mablag' talab qilinyapti. Shunga saxovatpesha insonlarni ko'maklarga biroz muhtojlar. Shuning uchun mana opisaniyada karta qoldiramiz, imkoniyatingiz doirasida ko'mak berasizlar, yordam qilasizlar degan umiddamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Bu Chaqchaq podkasti edi do'stlar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha deymiz, uzoqqa bormaysiz. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz. Yana ajoyib insonlarni, go'zal so'zlari, ajoyib suhbatlaridan sizni bahramand qilamiz. Omon bo'ling do'stlar. Rahmat.